Erkaklarning jinsiy olatiga penil implant qo'yish, ya'ni jinsiy zaiflikda qo'yiladimi? Sahrni diabetdami? Avtoavariya bo'lgan bo'lsami yoki yosh bolalarga ham qo'ysa bo'ladimi? Uni pulti esa qayerda? Yo'qolib qoladimi yoki qo'lda boshqaradimi degan savollarga birgalikda javob olamiz bugun. Bugungi kunda men doktor Saidislom 5 yillik tajribaga ega, o'z tajribamdan asoslanib qabulimga kelayotgan bemorlarning shikoyatlariga va hozirgi kunda erkaklarda eng nozik nuqtasi bo'lgan jinsiy zaiflik holatida penil implant qo'yish bo'yicha master sifatida chiqib kelmoqdaman. Hozirda erkaklarda jinsiy olatiga penil implant qo'yish, uni mexanizmi qanaqa degan savollar juda ham keng qamrovda bor. Penil implant qachon qo'yiladi? Qandli diabeti bor insonlarda sahr ko'tarilib ketadi. Ularning jinsiy olatida g'ovak tanasini fibrozlanish holati, ya'ni chandiqlanish holati kuzatiladi. Ushbu insonlarda arterial va venöz qon tomirlarida muammo bo'lishi. Arterial va venöz qon tomirida muammo bo'lsa, bu yerda g'ovak tanada qon aylanishi yaxshi bo'lmaydi. G'ovak tana chandiqlangan kabi, bu yerda tasavvur qilishingiz uchun sizda o'zimizni tilda aytganda hamma ko'rayotgan videodagi insonlar oddiy o'zimizni jaydari insonlar, to'g'rimi? Bu yerda o'q ariqda, ya'ni o'q ariq deymiz, yoshlikda hammamiz огородda ishlaganmiz. O'q ariqda suv yuradi. Suv yuradi, lekin uni taraganimizda agatlarga boradi, to'g'rimi? Agatlarga borish natijasida qon aylanishi, ya'ni ildizigacha borganda qon yaxshi boryapti deymiz. Ya'ni suv oxirigacha borsa, mahsulot yaxshi bo'ladi. Endi buni nimaga siz ko'z oldingizga keltiryapman? O'q ariqda suv kelyapti, lekin jinsiy olatni hamma yeriga qon yetib bormayapti-yu. Tasavvur qilishingiz uchun ushbu o'q ariqda bu yerda qon o'tyapti, lekin oxirigacha yetib bormayapti. Oxirigacha yetib borsa, ushbu jinsiy olat qattiq turadi. Qattiq turish natijasida esa siz xohlagan jinsiy aloqani qila olasiz. O'z jinsiy aloqa necha minut deysizlar? Normal jinsiy aloqa 3 minutdan 7 minutgacha birinchisi. Fan tilida ba'zida 10 minut ham, ba'zi kitoblarda 12 minut ham berilgan. Endi biz o'rtacha statistikani aytib boryapmiz. Endi ushbu qandli diabeti bor insonlarda mana bu jinsiy olatni g'ovak tanasi bo'ladi. Ya'ni g'ovak tana nima? G'ovak tana bu yerda g'ovak tanada fibroz holati bo'lsa, jinsiy olatda $1,000,000 dori darmon sarflasak ham ushbu g'ovak tanada qon aylanish yaxshi bo'lmaydi va natijada dorilar befoyda bo'ladi. Siz tabibga borgan bo'lasiz, turli xil svechalardan foydalangan bo'lasiz yoki turli xil tadanafil, sedanafil dori darmonlarni ishlatib ko'rgan bo'lasiz, lekin bu befoyda. Chunki mana bu joyda g'ovak tanada qon aylanish yaxshi emasligi. G'ovak tanada qon aylanish yaxshi bo'lsa, sizning jinsiy olatingiz yaxshi turadi va tarang bo'ladi. Tarang bo'lish natijasida esa xohlagan jinsiy aloqa qila olasiz. Endi buni yoshning ahamiyati bormi? Faqatgina yosh bilan bog'layapsiz deysiz. Yo'q. Qandli diabeti bor insonlarda birinchi tip bo'ladimi, ikkinchi tip bo'ladimi? Ushbu insonlarga penil implant qo'ysa bo'ladi. Yoshning ahamiyati yo'q. Endi hozirgi eng yosh qo'ygan bemorimiz 2000-yil bemorimiz. 2000-yil bemorda nima bo'lgan? 2000-yil bemorda hamma organda bo'lgan kabi arterial va venöz qon tomiri bo'ladi. Ushbu bemorda arterial, ya'ni kirish qismidagi kirish o'q arig'idagi qonimiz qisilib qolayotgan bo'lgan. Bu tug'ma nuqson. Ushbu tug'ma nuqsoni hisobiga u tadanafil, sedanafillardan foydalanib ko'rgan, boshqa qilib ko'rgan, lekin buni qon tomirida muammo borligi uchun jinsiy olat yaxshi turmagan va 1,5 yil davomida qizlik pardasini ola olmagan ayolni. Ushbu bemorga adashmasam 24-fevral kuni operatsiya qildik va penil implant qo'ydik. Hozirda 20 kundan keyin jinsiy aloqaga ruxsat beramiz va natijani kutamiz. Yoshning ahamiyati yo'q. Bu yerda to'g'ri diagnostika qilish albatta zarur. Qabulimga kelayotgan bemorlarda to'g'ri diagnostika qilinmaganligi uchun million pullar sarflab kelyapti. To'g'ri diagnostika qachon qilinadi? Palov chlenda uzi doppler tekshiruv qilinganda, g'ovak tanada muammo bormi yoki yo'qmi? Arteriyada yoki venada muammo bormi yoki yo'qmi deyishlik uchun sun'iy ereksiya chaqiriladi. Tabletka bilan ham yoki ukollar bilan ham. Buni maxsus ukollari bor. Sun'iy ereksiya chaqirganda jinsiy olat necha minut turadi degan savol bor. Ya'ni u 5 minut turibdimi, 7 minut turibdimi, 2 minut turibdimi degan savolga javob olinadi va qanchada ushbu qon chiqib ketyapti jinsiy olatdan, ya'ni venöz qon tomir orqali chiqib ketyapti orqaga qaytib degan savolga javob olib diagnostika qilinadi. Ushbu diagnostika qilgandan so'ng sizda dori darmon bilan lecheniya qilsa yaxshi bo'lasiz yoki yo'q degan savolga javob olamiz. Va shuning uchun qabulimga kelayotgan bemorlarga aytaman. Siz diagnostika qiling avval, точный yechimga boraylik va yechimni qilaylik.
Sizga hozir dori-darmon yozib berganim bilan bu foyda qilmasligi ham mumkin, foyda qilishligi ham mumkin deb aytaman. Endi avtoavariyaga uchragan bemorga penil implant qo'yib berdik, bir komponentli. Uni mexanizmi hech qanaqa pulti bo'lmaydi. Quyidagi yoshdagi 2000-yil bemorga ham 3 komponentli qo'ymadik, ya'ni pulti boridan qo'ymadik. Chunki bu narsa finans tomondan qimmatroq bo'lishi. Hozirgi kunda penil implantlarning narxi aytib o'taveraman ochiqdan ochiq. 36 milliondan bu yerda 60 milliongacha, 65 milliongacha boryapti. Chunki bu kompaniyalarga bog'liq. Avtomashina rusumi bo'lgan kabi, ya'ni BYD, Chevrolet yoki Voyah yoki Li yoki BMW deb tasavvur qilinglar. Hammasini o'zini avtoriteti, o'zini urovini va o'zini garantiyalari bor. Ya'ni kimdadir mana Toyota mashinasini olsangiz, Toyotani hadovoyi butun umrli deyiladi. Ya'ni hadovoyi buzilmaslik. Bu yerda ham buni mexanizmi buzilmasligi 5 yil, 7 yil, 6 yil, 10 yillab garantiya beriladi. Va ushbu garantiyalarga asoslanib bemorda ishonch bo'ladi va ushbu implant qo'ydirgandan keyin xohlagancha jinsiy aloqa qiladi va ayolni ham qizlik pardasini ola oladi. Bu mavzu noziligi uchun ko'p bemorlarni odzivini qo'ya olmaymiz, chunki men jinsiy zaif edim, menda turmardi, qo'ydirdim, yaxshi bo'ldi deb hech kim aytib chiqa olmaydi. Shuning uchun sizlarga kengroq yoritib beryapman bu mavzuda. Endi avtoavariyaga uchragan bemorimizdan bir komponentli qo'ydik, chunki ushbu bemor adashmasam 35 yosh atrofida shu avtohalokat tufayli belini pasti ishlamay qolgan. Ya'ni bu yerda nervlar qisilishi, boshqa hisobga olgan holatda jinsiy holat turmay qo'ygan. Jinsiy holat turish tugul u inson tabiiy siydik chiqara olmaydi, ya'ni tabiiy najas chiqara olmaydi. U insonga shlang orqali siydiklar chiqadi, lekin yosh bo'lgan. Bitta oilasida bitta farzand bo'lgan. Ushbu insonga penil implant qo'yib berdik, chunki u o'zini ayolni oldida o'z erkalik vazifamni bajarishim uchun qo'yib bering deb keldi. U insonda ham jinsiy zaiflikning eng og'ir turini bartaraf qildik. Jinsiy holat qattiq turibdi va xohlagan jinsiy aloqa qilyapti, xohlagan payt yotqizib qo'yapti. Buni mexanizmi juda ham oddiy. Jinsiy holat deb tasavvur qiling. Bu turgan holat. Qo'lingizda bitta buksangiz bukiladi, yotadi jinsiy holat. Bitta turkisangiz turadi. Bu jinsiy holatda mexanikasi juda ham oddiy. Protezda. Endi 3 komponentli protezchi qayerda bo'ladi mexanizmi? Nima qilsa bo'ladi degan savol tug'iladi. Uni mexanizmi jinsiy holatda 3 komponentli protezni qo'yganimizda bu qimmatroq. Hozirgi kunda 100 million so'mdan balki 150 million so'm, 160 million so'm, 170 million so'mgacha ham turlari bor. Buni mexanizmi nima? Bu mexanizmida bu jinsiy holat tasavvur qilsangiz, knopkani ezasiz, ya'ni ikkita knopka qayerda bo'ladi? Ikkita tuxumning orasida yorug'da bo'ladi, joylashadi. U knopkani ezganingizda jinsiy holat ezganingizda tiq ketib ezganingizda mana bunday turadi va ezganingizda yotadi. Mexanizmi juda ham oddiy, uni pulti bo'lmaydi, pulti o'zingiz bilan bo'ladi. Ko'pchilik aytadi, xotinim olsachi yoki nevaramni qolib ketsachi. Yo'q, do'stlar, u narsa bo'lmaydi. Aytmoqchimanki, jinsiy zaiflikda har qanday og'ir darajasida yechim bor degani ushbu penil implant. Endi hammani ham operatsiya qilmaymiz. Qabulga kelayotgan bemorlarda shu muammolar bo'lmasa, xronskiy prostatit bo'lsa yoki moyaklarda qonlanish yaxshi bo'lmay testosteron tushib ketgan bo'lsa yoki boshqa muammolar bo'lsa, bularni birma-bir bartaraf qilamiz va jinsiy zaiflikni dori-darmon bilan ham davolab kelamiz. Aytmoqchiman, bugungi videoyim kimgadir manfaatli bo'lishi mumkin, kimnidir jahlini chiqarishi mumkin. Lekin ushbu ochiq mavzu siz uchun juda ham aktual hisoblanadi. Ertaga sizda bo'lmasa, sizning yaqiningizda bo'lmasa, do'stingizda ushbu muammo kuzatilayotgan bo'lishi mumkin. Ushbu videoni aynan o'z yaqin insoningiz, ya'ni do'stingizga yoki amakingizga jo'natsangiz ham o'zi sizdan xursand bo'ladi. Chunki ushbu inson uchun manfaatli bo'ladi. Yuqorida aytib o'tgan holatlarni siz yaqinlaringizga kuzatilayotgan bo'lsa, videoni saqlab qo'ying. Hozirroq sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Bizni Central Mens klinikamizda yuqori texnologiyadagi operatsiyalar, hozirgi eng zamonaviy dunyoni chekkasidagi Amerikada bo'ladimi, Germaniyada bo'ladimi, Moskvada bo'ladimi, hamma jarrohlik amaliyotlari Yevropa standartlariga asoslangan holatda o'tkaziladi. Aytmoqchimanki, 7 kunlikdan boshlab 70 yoshgacha shifo topsangiz bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar.